Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size hazırız. Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü 2020 yıl 9. ayının 9. günü hafta çarşamba. Bugün sizlerge yetkizildiğin vaziyet. Tünügülletin Dovitor biti değildi ki hazır Xitay hükümeti bombardımançı aeroplanlarını Çığıra taraflarga yetkidi dedi, görünüşte ne Tibet ne Şinjan işgalligini bilgili bolmadı, lekin tağlaq rayon. Ondan keyin işkençe bir vaziyet, hürmetli vatandaş hazır. Rusya Federasyası'nın Tashqi ishlar ministri Raulov'ның teklifiga binoan Cungo Tashqi ishlar ministri Wang Yi apandi yaqinda Moskvani ham shundan keyin Qirg'iziston, Qozog'iston, Mo'ng'uliston yoki Tashqi Mong'oliyani ziyorat qildigan bo'ldi. Vaqt 10 ayning 16 kuni. Anda yana bir to'r filmda buga yetib kelgan xabarda Dalay Lama hozir Tibetga kirishni yoki Tibetga qaytishni qaror qildi deyildi. Men anglab boqmadim. Bugungi vaziyatga munosabat qildi sizlarga vatandoshlar. Mushalarni yetkizdim hisobda. Endiki mavzu mundaq vatandoshlarım. Prezident Trump emgekçiler bayramı gününe tutuldu. Cungo iqtisadi bilen Amerika iqtisadi ayrılıp kelse Amerika iqtisadi ziyan tartmaydı. Dep görsetdi mavzulu xabar 9. ayının 8. günü Amerika avazının Xitay tili programı e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Trump 9. ayının 7. günü Aqsarayda 2020 yillik emgekçiler bayramı münasebati bilan nutq so'zlab Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Amerika'da ish qurilishi bozori tarixdan biriki eng tez surat bilan asliga kelmoqda. Amerika yaqin kelgusida darajadan tashqari sanoat davlatiga aylanadi. Cungo Xitoyni hep qilishni abadiy oxirlashtirdi. Mana shu jumlaga diqqat qiling, ham e'tibor bering. Cungo Xitoyni hep qilishni abadiyga oxirlashtirdi. Endi siyosatda Amerikaning Cungo qaratgan siyosatida mustaqil fikr qilish ro'yi gavdalanadi degan gap. Prezident Trump yana mundaq ko'rsatdi. Amerika Cungo hamda rostli o'zaro savdo qilishmaydigan bo'lsa, Amerika buning uchun ziyon tortmaydi. Prezident Trump emgekçiler bayramida so'zlagan nutqida mundaq ko'rsatdi. Tarixdagi iqtisodiy krizislar ichida emgak bozorining tezlik bilan asliga kelishiga shohid bo'ldik. Prezident Trump bundaq ko'rsatdi. Mening rahbarligimda kelar yili Amerikaning iqtisodi tarixdan biriki eng ulug'vor bir yil bo'ldi. Amerikaning paychak bozoriga qarasanglar, ba'zi ahvollarning xotira yaratganligini ko'ralasizlar. Prezident Trump bundaq dedi. Amerika o'xshash dunyoda yana bir davlat yo'q. Biz energiya masalasida o'zil kesal mustaqil bo'ldik. Balki 2021 yili dastlabki 10 oy ichida biz 10 million kishilik o'rni po'risti yarata olamiz. Prezident Trump bundaq ko'rsatdi. Hukumat vaksina tadqiqotini tezlatishni o'ttirg'a qo'yib, yuqumli virusning tarqalishini tezlik bilan oxirlashtirdi. Amerika avval o'ttirg'a qo'ygan zarbadorlik bilan davolash usuli yuqumli virusga munosabatlik o'lim yetimni 4-oyga solishtirganda 85% azaytdi. Yana bir xabar, hurmatli vatandosh. Tarixda misli ko'rilmagan bir ish. Amerika Qo'shma Shtatlari mundaq jakarladi. Cungo bu tovar mahsulotlarni import qilishni cheklaymiz.
Mavzuda haber 9. ayının 8. günü Reuters agentligi tarafidan e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlar Tamojna idorasi chegara muhofazat idorasi Reuters agentligining muxbiriga bunday oshkorlab berdi. Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati 8. kuni bunday chaqirdi. Şinjan'dan, Uyg'uristondan paxta va pomidor konservasi import qilishni cheklaymiz. Reuters bunday ko'rsatdi. Amerikaning bu harakati tarixda misli ko'rilmagan bir harakat. Yer sharida cho'ng iqtisod davlati o'rtasida amdi munosabatlarning keskin vaziyati yuz berdi. Reuters agentligining xabariga asoslanganda, garchi Jungo uzun zamonlardan beri Uyg'urlarga zo'ravonlik qo'llanganligini inkor qilib kelgan bo'lsa-mu, lekin Amerika Qo'shma Shtatlari yanada majburiy emgak silib, ishlab chiqarishni sabab qilib ko'rishdi. Majburiy emgak silib, ishlab chiqarishni muhim sabab qilib ko'rishdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Uyg'uristondan import qilingan paxta va pomidorning Amerikaga eksport qilinishini chekladi. Tamojna idorasi chegirma muhofazat idorasi ijroiya doimiy hay'ati Brandes Smith Reuters muxbirining ziyoratini qabul qilganda bunday ko'rsatdi. Importni cheklaydigan bu buyruq paxta bilan ta'minlaydigan barliq ta'minlash liniyalariga berib ketiladi. Jumladan paxta, o'rchoq jipi, paxta to'qimachilik mahsulotlari, tayyor kiyim-kechak mahsulotlari qatorliqlar. Hamda Şinjan'da mustamlika Uyg'uristonda ishlab chiqariladigan pomidor butqisi ve başka yezigilik mahsulotlarga berib ketiladi.